Qadrdonlar, ko'rib turganingizdek, biz ish jarayonidamiz. Shunaqa holat bo'ldiki, kecha kunda bir ikkita narsalar bo'lganligi uchun o'zimni miyam ozgincha anglashmovchilik bo'lib qoldi. Ko'pincha biz gapirardik, oblasli deyishardi. Oblasliklar aqlli ekan, bir-biriga yordam berib, yordam kuchini berib, qo'ldan kelgancha pul mablag'i bo'yicha, agar puli bo'lmasa, kuch bo'yicha, tanish bilish bo'yicha. Lekin hozirgi holatda bir shunaqa holat bo'lib qolgandan keyin men bildimki, hozir toshkentliklar bir-birini polni kiydirib yotgan ekan, xohlaganda qilayotgan ekan. Men qoyil qoldim. Mana shu chekkadan kelib turib Toshkentda bir manfaatli ishlar qilib turib, uyiga pul jo'natib, boshqa qilib odamlarga oblasli deydi, odamlarga men respekt deyman, поддержка qilib o'zligiga qoyil qoldim. Prosta qoyil qoldim. Men havas qilmayapman o'sha Toshkentdagi odamlarga, toshkentliklar deyishadi-yu, men o'sha havas qilmayapman, chunki kerak bo'lsa bir-birini kiydiryapti, bir-birini aldayapti. Shunaqa holat bo'lyapti. Sog' omon bo'linglar.